Uchtepa tumanini birli mahallasiga kelganmiz. Ikkita yonma-yon juda chiroyli proyektda bitgan korobka xonadonlarimiz. Har biri 1.8 sotixdan kvadraturasiga keladigan bo'lsak, podvol 240 kvadrat. Joylashgan joyi bo'lsa, Aziz ota masjidini shundoq yonidagi seriozli mahallaga kelganmiz. Xonadonlarimiz bittasi uglovoy ko'rayotganingizdek, bittasi bo'lsa mana shu yon tarafdagisi. Bittasini obzor qilib beraman. Oldidagi archalarga akam tegmabdilar. Juda chiroyli bo'lib, katta bo'lib turibdi. Mana bu uyingizga kiraverish qani, ikkita archani o'rtasidan shundoq kirib kelasiz. Binoyimizning ichkari tarafidan ko'rinishi, g'ishlarni terilishiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'sha quruvchi akamizning pochirklari yashil maydon qilingan. Tashqari tarafda ichkariga kiraverishimiz. Xo'p, qani bismillah. Ikkita mashina oldima-ketin bemalol kiradi va kirgandan keyin bo'lsa, mana shu etek tarafida yozgi oshxona qivorsa bo'ladigan sharoitlari bor. Uyga kirdik. Birinchi xona chap qo'lda bu bizani oshxonamiz. Kirganda o'ng qo'lda bu bizani zalimiz. Oynalari ko'cha tarafga qaragan. Zalimizni ham ko'rayotganingizdek keng. Keyingi xonamiz bo'lsa birinchi qavatda bu yerda общий sanuzel va yonida bo'lsa yoshi katta otaxon onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ikkinchi qavatda kichkinagina xollimiz ham bor. Birinchi xonadan boshlaymiz. Bu birinchi yotoqxonamiz. Ko'rayotganingizdek bitta katta yotoqxonamiz joylashgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, общий sanuzel ikkinchi qavat uchun ikkinchi yotoqxonamiz. Endi albatta oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holda. Bu bizani 3-xonamiz. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan va shundoq eng oxirgisi bo'lsa 4-chisi master spalnamiz. O'zini ichida sanuzeli bilan joylashgan katta yotoqxonamiz. Mana shu birinchi qavatimizning tegi to'liq podval, podvalga ham bemalol 2-3 ta xona qursangiz bo'ladi. Xonadonimiz 1.8 sotix, bino 240 kvadrat, narxiga keladigan bo'lsak, 165 ming so'ralyapti. Yana o'tib beradigan joy bor. Yana bitta plusiga keladigan bo'lsak, aynan mana shu застройщик akamizdan yana 30 ta xonadon bityapti. Joyi egalarining telefon raqamini yozib qo'yaman, murojaat qilasizlar.